Arzon avto zomin ofisimizga Nexia bir avtomobili keldi. 2005-yilda ishlab chiqarilgan, motori Sony Stramblor, yog' yemaydi. Korobka, hadovoylarda umuman ishi yo'q. Mana kuzov holatlarini ko'rib turibsizlar. Eshigini burchagi, karnizida, kalinkasida pichi chirigan joyi bor. Qolgan joylarda umuman ishi yo'q. Avtomobilimizda 4 ta balonlari bashti yangiday, 80-90%da. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Super salon, bez konditsioner. Probegi 5 kurib yurgan. Ushbu avtomobilda O'zbekiston bo'ylab chiqazamiz. 12 ta viloyatga. Boshlang'ich 5 million so'm pul bilan variantga chiqazirib beramiz. Hech qanday banklar aralashmaydi. Kimga mana shunday avtomobillar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Manzilimiz Jizzax viloyati Zomin tumani. Nexia bir izlayotgan tanishlaringiz bo'lsa, ushbu videoni jo'natib qo'ying sizlar.